Shoh aka, ro'zani hurmat qiling. Zohidni ko'rsating. Ha, hozir. 5 minut shundoq. 5 minut. Man Nima suv ichyapsiz? og'zimni chayqadim. Mamitdan o'tmasa bo'ldi. Yo, men ro'za tutmaganman-ku. Men ro'za tutmaganman. Ro'za tutmagan bo'lsangiz nimaga og'zingizni chayqaysiz? Nos chakkanimdan keyin og'zimni chayqaymanmi? Nos chakdim, nos. Hatya bu Mamitda nos pirishlar qancha ro'zadorlar unaqa qichitma ularnikini. Assalomu alaykum. Unaqa nima ekan shoh? Umid aka, To'rinbek Umid aka, qarang. Menga men klipmaker tanishlaringiz bor. Mashhurlar nech pulga beradi klip? Murojaat qilsa. yomon qo'ysan. Endi sen qanaqa ssenariy tanlaysan men bilmayman-ku. $1000 ga ham olsa bo'ladi. 1000 ga ham olsa bo'ladi, 3000 ga ham olsa bo'ladi. Ara, 1000 ga ham olsa bo'ladi, 2000 ga ham olsa bo'ladi, 3000 ga ham olsa bo'ladi. Endi u misol uchun chiqayotgan aktyoringga bog'liq, chiqayotgan aktrisangga bog'liq. Sami glavni olishingga bog'liq. Hozir seriozli gap ketyapti. Shuncha bormi tiqilib aka? Katta bola. Bu Omida rejissyorni klip oladi. Понятки ham. Bu trekida chiqadi. Lekin bir minglarga ham, 1,5 mingga ham olsang bo'ladi. Chiroyli klip. Lekin Zohidni oxirgi olgani u qimmat klip. Ha u o'zi Rauf olgan, Rauf Nabiyev. Matarov aka. Rauf ustoziga oldirib beraman. Qalay ishlar? Rauf ustoziga oldirib beraman. 5 ta kam tug'ishgan ukasi. Bekzod Tojiyev borib bo'rilardi, Sherman dedi-yu. O'sha radnoy uka. Shogirdi. Olasa men ustoziga oldirib beraman 5 ta kamga. Rauf cho'tki oladi. 5 ta kam. Oldirib beraman xolasa. Zohidni ko'rsating hozir. 5 minut o'rtoqlar, 5 minut. 5 minut deganingizga ham 25 minut bo'ldi Umid aka. Hep baqirma. Endi hozir necha bo'ldi? Iftorga qancha qoldi? Uspet qilamizmi? Ko'rsatingchi hop. Zohid aka ham sizga o'xshagan o'rtoqlarning qo'lida xor bo'ldi, ammo bori. Bu Zohid Nima? Zohid akamning darajasi bir skromli bunaqa nima ko'rmaydigan joylarda qilinish kerak edi. U soch poch anaqa turmaydi. Siz ham olib kirib olgansiz anaqa Sartaroshxon aka. Ya bu Sartaroshxona nomeradingina ko'rsammi dala? Nomerading bu. Nomerading bu. Nech pulga qiladi? Ha? Pulini qo'yur. Bu yerda hamma keladi. Ulug'bek Rahmatullayev, Shohruxxon hamma artist keladi. Alisher Fayz, Bahrom Nazarov hamma keladi. Sartarosh bo'lgan ko'rsatingchi. Akmal aka. Akmal tam. Ha. Mana bu doston ta'mi. Assalomu Kimlar keladi doston? Ko'pchilik. Yo, iminni. Men aka taniyman lekin. Bekxan. Ha bu. Siz kimlarni sochini qilasiz? Artistlardan so'rayman. Jasur Mavlonov, Sharif aka, hop. Bo'riya. Keyin Ibrohim Ahmedov. Keyin aytingda Abduhoshim Ismoilov. To'xtang, shu Bo'ri aka bilan nimani sochini boshqacha qilasiz? Ha, bor ekan. Rahmat. Ana Ibrohim Ahmedov Ginat qilding. Bekxan sir bo'lmasa hozir hazil qildim aka. Hazil men aytmoqchi bo'lganim, biratda anshlag holat. Masalan, Jahongir Otajon bilan bunaqa joyda uchratmaysiz demoqchiman aka. Jahon aka keladi-ku bu yoqqa. Skromlik kelib ketsa kerak-da. Odam yo'q payt. Yo'q, Nima deyapsan, Bekxan? Addenni xona-ku. Ey, shoh, sen o'zingga tenglama bu, ey. Afsonaviy O'zbekistonda Akmal aka nomerading lekin. Afsonaviy Ummon komandasini solisti o'tiribdi. Tvar, sen kimsan sen?
Men o'shandan kelib chiqib kiryapman. Eshit gandon. Bekxan, hozir aytmoqchisan-da. kelganingda mana Ha. mashqqa kelsang, Toshkentga kelganingda Inson ular ham jinni. Yo inson deysan-ku endi. Bekxan Akmal aka ham Namanganda, sani zimlaking, sani zimlaking Akmal aka. Aha. Sani zimlaking Akmal aka. Nurlar uzoq bo'lsin. Nomeraning, brat, nomera. Ikkalamizni saviyamizga o'n to'g'ri kelmayapti-da, kapiva. Traftingga uraysan, saviyangga uraysan. Hozir ekan bilan ham gapimni bo'lasan-da, aka. Gapim shu. Bo'p qopti-yu. Uspet qilamiz inshaalloh, ha? Iftorga. Bu aka Toshkentda qayerda joylashgan bu sartaroshxonamiz? Anaqa salonimiz. Akmal akamning salonlari Hamzada bor, Drujbada bor, Sebzorda bor. Bo'l. Yo, bu. Bu Sebzordagisi. Bu Sebzordagisi. Sebzordagisi. Ha Bekxan. Oh. Mana qara Bekxan kelib sana masjidda qilib, uklatkalar qildirib, sochlarni qildirib, bitta shaharda yurib bersang, parklarda seni hamma taniydi. O'zing ilhom bag'ishlaysan. Ha. Alaykum assalom. Zohid aka ukam kelib bitta og'zingga tupurib qo'yaman desa tupurtirarmiding yo'qmi og'zingga? Ukam unaqa maynoatchiliklar qilma, o'zaro bo'lganda qilasan. Bitta zapis ketish. Bekxan gapiryapman. Umid aka hozir bir minut. Hay, mana og'ziga tupurib qo'yish bor-ku mana bu. Bitta og'zingga tupurib qo'yaman desa, yo'q demasdingmi? Aka aytyapman. Kim og'ziga tupuradi? O'tlab ketding, Shoh ukajonim, o'tlab ketding. Спасибо большое. Вчерашний эфир был отличный. Татьяна, всегда, пожалуйста, Татьяна. Всегда, пожалуйста. Ha, Qo'l. qaysi ashulasin aytasan, men hozir ruxsat olib beraman. Aka afsonaviy qo'shiqlari ko'pda bittasini tanlashim kerak. Ha, bizib qo'ymayman, faqat bizib qo'ysang xalq qarg'ishiga uchraysan. 20 ta bir xil saviyadagi qo'shiqlari bor-da, aka, u bir-biridan et tirnoqdan ajrata olmaysiz shunaqada. Uchlar tanlashim kerak. Lekin bittaga Zohid aka, "Voy, mana efirda isbot Zohid akamni o'zi ruxsat berdi. Bekxan bitta qo'shig'imni aytsa bo'laveradi" dedilar. Men Umid akam ruxsat berdi. Mana hozir o'zi ham inshaalloh yonida olib beraman ruxsat. Zohidda unaqa narsa yo'q. Ashula hammadan qolib ketadi. Chiroyli qilib aytsang, ukajonim, o'sha boshida yozganingni ham Zohid Rixsiyev deb eslab, конечно, ukajonim, naborot. Zo'ri ukam. Hamma narsa odamdan yaxshilik qolib ketadi, yaxshilik qoladi, chiroyli asarlar qoladi, to'g'risida. Naladi. Realnida. Yo, og'am Ya. Nima qotib qoldinglar? Telegramga. Shoh ketdi o'tlab qatgadir. Zohid legenda, faqat Zohid legenda. Ata yiqildi. Ha, uni eshitish sal boshqacharoq temada, o'shanaqa shohqa. Ummon baribir ummonday bo'la olmaysan. deb yozishyapti. Lekin to'g'ri. Hozir Zohiddan ruxsat olib bersa, o'sha joyini zapis qilib, mana Bekxanga Zohid ruxsat berdi deb chiqarib yuborishadi. Savol javob qiling. Kimmi? Bekxannimi? Hozir Abdurahmon akam keladi. Abdurahmon akam.
Lola opa. Lolo. Ne aytaman, yo'qsa keyin duetga ruxsat beradilar. Bo'ldi. Bo'ldi, men hozir mana bu yerdan chiqamiz, chiqib olaylik, bitta aloqaga chiqamiz, ona. Hop. Hop bo'ladi. Hop bo'ladi. Hop. Bekka yaxshimisa? Rahmat o'g'jonim, siz. Assalomu alaykum Abdurahmon aka. Umid solli yaxshimi? Alaykum assalom. Siz aka, charchamayapsizmi? Umid aka, duetga lekin hali boraman menga. Vaqt bilanmi? Ha. Ancha bor Abdurahmon aka. Otchaparda bir 2 yil yashashing kerak mahallamizda. Yunusobodda, Soyskiy, Nashinskiy, Radnoy mahallada. Hozir bu harakat qilamiz, xudo xolasa, ashkullaga. Ana Oqduqobada o'tirgan xalq artist salom bermaydimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir zivizani da bir zivizani berasan. Yana beka atpishga qitashyapti mendan bu befarosat. Xuddi men o'lib qutuladi. Oqduqobada deb valla. Ya, o'sha kuni hazil qilyapsiz, biz hazil qilsak ko'tarmaysiz. Bunday bo'lmabdi-da. Siz hazilni noto'g'ri qilasiz. Ama Abdurahmon aka Zo'g'aga hazilda- bitta O'zbekistonda porno artist. Abdurahmon aka, siz aka ro'zalar bilan. Rahmat, billa bo'lsin. Ro'zalar bilan Abdurahmon aka. Billa bo'lsin. Og'izcha- og'iz- Ro'za tutmaganingga yarasha molga o'xshab noshak suv ichib o'tirishing qara shuncha odam ko'chada yuribdi. Ya behazil. Tutsang o'lasan, nima kasalmisan? Ya, o kuni Qoraqalpoqda qolib ketib qoldim. Aynan o'sha kuni. Ha. O'sha kuni Qoraqalpoq- yetishdimi? Ro'za tutmagin deb. Ya, unga emas, aka, har xil sabablar borda. Ha. Kim tashyapti batil? Men tashyapman. Ha, mana hozir men to'xtab olay. Zohid qani, Umid? Shetda. O'shadimi? Ha. Abdurahmon aka, bitta qo'shiqlarni so'radim. Qaysi qo'shiqlarini maslahat berasiz aytishimga? Ya qo'shuvni hozir mani hozir totib. Zohid kelsa, Zohidga aytamiz. Lekin Etilmagani bor, bekitib qo'ygan kompyuterda. Chiroylisini olib beraman. lekin bor Abdurahmon aka, unaqasi bir 50 tacha bor etilmagani. Men hozir shunday uyiga kirib olib chiqaman hozir. 2 qadam. Kompyuterdami? Kompyuter kodini bilasiz. Abdurahmon aka uydan aytilmagan shuni olib chiqib ketar ekanlar. Dizaynli Abdurahmon aka bor. Hazil bilan bitta aralashib ketsam, men show biznesga kirib ketaman men. Ozgina qoldi. Bitta Abdurahmon akam oldiga borib kelishim kerak, Umid akam bilan bo'ldi. So'kyaptimi Zohid mani? Yo'q. Manda sochini qildiryapti. Va. Zohid! Aka, to'g'rimi? Qo'puri tova. Va Zohid. Assalomu alaykum. Aliza. Yaxshimisa? Zo'r rahmat. Charchamasdan uka. Qo'y xursand bo'ldim. Hozirga salom ayting. Bo'l, bemalol qildirib Aka. olib gaplashamiz. Kuniga bori.
Yolg'on bo'lmasa necha marta ko'rasan? Har kun ko'raman. Har kuni aka ishoning, gaz o't viloyatlarga ham chiqib qolsa, dizayn dejurniy bo'ladi. Oh, молодец. Idris biroz sochiga maza bering. Reklamaga chiqmaysanmi, zohid? Og'zingni turpoq qilib dillayu. Yoqishib tildan qolganmilar? Kim? Duxovadagi biri. Duxovada. Shohmi? Doq sana flash qilding ha odam shardan aka. Vil, ho'kiz. Bitta shlyapa. Abdurahmon aka podpiska tashlab qo'ydim aka. Ha, qo'shib qo'ydim. Men Abdurahmon aka shularga hech tushunmadim-da. Flash qilganga yarasha bir nimalik bo'lmadi-da. O'shada bitta kepga keldi flash. Hada bir 10 ta she'r kelsin. Ya masalanda Shoh aka qarangda mana kelib turib. Nima to'xta, stop, Eshiting, hatyabı eshiting, mana meni eshiting. 30 ta she'r urilsa yozishyapti. Men flash qilaman desangiz, bor hamma urardi bor. Eshit. Bitta kepkaga qilindi nima? 30 ta kepkaga, 30 ta she'rga qilindi nima? Flashmi? Nomi o'zgarib qolmaydimi? Mana qilib qarz bo'lib o'tirmasding deyapman. Qilganga yarasha qilgandagi pulni ham bo'lish kerak-da, nimadir uchun qilish kerak. Tekinga qilish kerak emas, shuni aytyapman. Captivali bo'lib qoldim. Captiva mashinami? Captiva 10 yil bo'ldi chiqqan ekan mashinami? Maqtanadigan mashina emas Captiva. Xo'p, mana maqtanadigan mashina demadim. O u yoq bo'lsa Captiva deysan, bu yoq bo'lsa mashina bilan hozirgi zamonda mashina bilan maqtanadigan narsa emas, u mashina bitta temir. Bugun bor, ertaga yo'q. Voy, onasini emsin voy. Shuni sevgilisiga kabesh sovg'a qilib yuborishyapti. Opa ham tinmay qo'yyapti. O'sirsa ham kabesh, qursa ham kabesh. Abdurahmon aka zemda bir xilmiz qarang. Men ham nimadir qilib qo'yaman. Chiqib uradi kabesh. Voy, zerikib ketdi be. Sizgacha yetib boribdi. Malades ekan. Mengacha keldi o'sha kabesh. U degani butun O'zbekiston ko'rdi. Butun O'zbekiston. qarg'ish, lekin malades. Plada mana. Kuydiryapti hammasini. Ana Urde-da. qolgan video shu qizlar kirib, "O'zingga qo'lingiz qanaqa oldi ekan?" Yo'lini qidirishyapti endi. Yo'lini qidirishyapti. Ha, o'tirishini qara. O'ylanib qoldi, balat, qiz bola bo'lsam bo'lmasmi dedi. Duola bo'lsang seni faqat lavashga chaqirishardi. Sigaret. Ha, mayli. Umid akam jag'li chiqdimi? Bugun kayfiyatim yaxshi. Bugun kayfiyatim buzolmaysizlar. Captiva zo'r ketyapti. Men jahlim chiqadi. Lekin Captiva ham bir ikki rekka chiqib qoldi. Jalab faqat seni Captivangni o'yladik. En zo'ri Captiva. Ma'sulkim. Aleshlar tinchmi? Man qarang, so'kinsam, men so'kin nima? O'zlaringiz bilan buni taqvodor yasaysizlar, Taqvo odam, ha? Sal odam ro'zani ham hurmat qiling, ha? Ma'ni emas. Xo'p. Chotki. Bo'l, bugun kayfiyatimni buzolmaysizlar. Bugun kayfiyatim yaxshi. Buzmoqchi emas, kayfiyatni. Sabab nima kayfiyatingizni yo'qolmasligingizga? Qanaydir yaxshiman, o'zim yaxshi his qilyapman. Ana shu o'zim yaxshi his qilgan kunim kayfiyatim yaxshi bo'ladi. Rahmon aka, siz mashinangiz qanaqa? Nexia 3. 06 nima deysiz? Sota ovozidan unga o'xshamadi, ovozi boshqa xitoycha chiqdi ovozi uni. Xitoycha gapirib bordi. Nexia 3 ta luk bo'lmaydi. Yo, to'xtang. Nexia 3 ta luk bo'lmaydi. BYD. Ha, BYD. Divaydimi? Akmal aka, rahmat. Aka, sog' bo'ling, og'izlarni yaxshi ochib oling aka, rahmat. Zotiy gamiz chiqdi. Rahmat Akmal. Xursand bo'ldim. Mishlik o'tirib. Aka, xo'p, rahmat. Bular hozir iftorlikka ulgurmaydi ham bular iftorlikka. Ulguradi. Yo'lda ham ochilsa bo'ladi. Nasib ulguramiz inshaalloh.
Mashina naryoqda. Mashinani olib kela qolaman. Yurmay tur. Ha, mashinani olib kelaman. Hali yarim soat. Asal chiqaman. Qancha qoldi iftorga? Abdurahmon aka, Hozir meni blokda Abdurahmon aka. yursam. Yo, yo. Tepaga bundoq qaratib qo'ying, bunday tepaga Ha, qaratib. Beka. Haligacha ummonni eshitib yurasiz aka. Mana eshitaman ofisda. Alisada. Birinchi kala hammasi. Uchalasi bitta mahallada. Mani mahallada turadi uchalasi. Bratishkanligini chekkaga surib qo'ygan holatda ham boshqada lekin bu odammi. Men Men iftorga hozir vaqt o'tirsin. Iftorga 50 tacha